Toshkent! Pochka mani! Oy! Naq 5,5 ta pochka, bor yo'g'i 5,5 ta shart bilan $55,000 yutib olasiz. Oy! Bizi ayni Sergeli 24/7 ko'chadamiz. Bu joylar vashim Sibirdan o'tkit qopdi-yu, desam yanglishmagan bo'laman. Mana shu $55,000 pulni 24, 25, 26 iyul kunlari yutib olishingiz mumkin. Shartlari bor yo'g'i 5,5 ta pochkaga 5,5 ta. Agarda 24 chislogacha Telegramimda 100,000 ta obunachi bo'ladigan bo'lsa, mana shu 10,000 ni Telegram obunachilar uchun. Voy! Bundan tashqari, mana bu $10,000 ayni meni YouTube'imdagi obunachilar 100,000 bo'ladigan bo'lsa tarqatib o'raman. Ikkita pochka bo'ldimi? 3-pochka. Bu meni TikTok'im uchun. 25-sanagacha 100,000 ta obunachi bo'ladigan bo'lsa $10,000 TikTok uchun. Ana endi men bu pochka sizlar sevgan, sizlar yaxshi ko'rgan meni Instagram akkauntim uchun 24, 25, 26 iyul kunlari botda Mangal Fest bo'ladi. Mana shu 10,000 ni o'zimni Instagram sahifam uchun tarqatib o'raman. 3,5 million ta obunachi bo'lgan bo'lishim shart. Bor yo'g'i 10 kunga yaqin kunlar qoldi. Voy! Mana bu yarimtasi. Voy, Sirojbum Rek profilim uchun 1,200,000 bo'lishi bilan mana shu 5,000 ni tarqatib o'raman. Qo'limda qolgan oxirgi pochka bu Mangal Fest profili uchun bo'ladi. 24, 25, 26 Mangal Festga kelinglar. Agarda Mangal Fest obunachilari 100,000 bo'ladigan bo'lsa, men bu pochkani tarqataman. Men aytilgan shartlar to'liq 100 ga 100 bo'ladigan bo'lsa, 55,000 pul tarqatiladi. Mangal Festni ko'rishguncha go. Ayni o'sha kuni, oy, 50% skidga qo'raman reklamalarning narxini. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mangal Festda barbekyurlar, ichimliklar, liboy narsani reklama qilamiz. Kelinglar, o'sha kuni kelganingizga afsuslamaysizlar. Hammaga omad. Go! Yusuf bir tabassum qilmaymizmi? Hammani kutaman o'sha kuni. Oy! Soqqalarni bong'illatib tarqatib tashlaymiz. Hammaga omad. Go! So seductive.